Qaysarning quyilishi. Bosh rollarda Adriano Celentano va Arnello Muti. Tasvirchi Alfio Contini, bastakor Detta Mariano. Rejissyorlar Renato Castellano va Pippolo. Capital Films mahsuloti 1980-yil, Italiya. Salom. Quyib beramiz deyishsa, bosh tortmayman albatta. Men halol odamman o'zi. Nimasini aytasan? Salom, Bergamadagi qishloq hayoti gazetasining muxbiri bo'laman. Sirasi meni hosildorlik emas, hamkasbingiz haqidagi ma'lumot qiziqtiradi. Gap shu yerli o'ziga to'q bir yer egasi to'g'risida ketyapti. Bir daqiqa, hozir aniqlik kiritaman. Elio Codogno. U qanday karomat ko'rsatibdi? Qaydam. Faqat shuni bilamanki, u bundan 40 yil muqaddam xuddi shu kunda tavallud topgan. Xo'sh, uni taniysizmi? Ot qashqasi fe'li tor qo'pol Qaysar Elioni kim bilmaydi deysiz. O'sha Elio oilalimi o'zi? Ha, undan ayollar to'g'risidagi fikrini bir surishtirib ko'ring-chi. Ayol so'zini eshitishi bilan quturadi. U yolg'iz yasharkanda, uydagi yumushlarni bir ayol bajaradi. Unga qalliq topaman deb rosa esi ketdi bechorani. Ammo uni jizzaki fe'li tennisdagi sherigiga xalaqit bermaydi chog'i. Out. O'ynashni bilasanmi o'zi? Bugun mag'lub bo'lasan, mana ko'rasan. Ana, shunday. Mana. Yana. Ana. Ana bo'ldi, men yutdim. Siz izlayotgan odam mana shu. Obbo, nafas bo'lmaydi-ya. Chekib ham bo'lmaydi uni dastidan. Menga qahva qanaqasidan? Achchiqrog'idan. Bir zum. Qahvaxona bu. Chekish chekmaslik meni ishim. Bu meni joyim, bo'shat. Bilmagan ekanman, kechirasiz. Ijozatingiz bilan o'zimni tanishtiray. Meni ismim Ovora bo'lmang. Siz bilan tanishish niyatim yo'q. Bilasizmi, men Bergamada chiqadigan gazeta xodimiman. Menga buni daxli yo'q. Nechta qansolay? 2 dona. Tug'ilgan kuningiz munosabati bilan gazetamizning birinchi sahifasida siz haqingizda maqola bermoqchi edik. Pulgami? Yo'q, beg'araz. Bu boshqa gap. Roziman. Xo'sh, nima qiziqtiradi? Siz to'g'ringizdagi ba'zi bir ma'lumotlarni tanish bilishlaringizdan surishtirib oldim. Ularni aytishicha siz xo'sh qanaqa ekanman? Yanglishmasam, bularni ta'riflariga qaraganda maqola ijobiy chiqmaydi-yu. Albatta ko'rinishingizdan xushbichimgina ekansiz. Dovrug'ingiz ham doston, ammo fe'lingizcha to'g'ri ekan. Fe'lim yomonmi? Meni fe'lim chatoq ekanmi? Ha. Kim aytdi? Jo'r ovozda gapirilgani ko'pchilikning fikri shunday degani emas. Birma-bir javob beringlar. Qani sen nima deysan? Yomon odammanmi? Ha. Dangal gapirganing uchun kechiraman. Do'stlaringiz fikriga qaraganda qo'rsligingiz sababi halizgacha so'qqa boshligingizda ekan. Sizningcha meni hech kim aylantirmagani uchun chizaki ekanman-da. Chizg'ana tabiatingiz boisi hanuzgacha uylanmaganingizda. Tushunarli. Demak, men ayollarga qiyo boqmaganim tufayli qo'pol odam ekanman-da. Sizlarchi ayollarga bandi bo'lib muloyim tortib qoldinglarmi? Erkaklik g'ururini yo'qotgansiz. Sen haqingda-ku og'iz ochmayman, ahvoling mushkul. Mana buni esa uylanmasdan oldin hurpaygan qalin sochlari bor edi. Sen esa oila qurmasdan ilgari xushbichim eding. Endi-chi? Seni bilaklaring baquvvat edi. Bu bilan nima demoqchisan? Uylangach qay ko'yga tushganingni ko'rsatmoqchiman. Uni qarang-a, polvonimizga ko'z tegibdi-yu. Sen esa Naynov eding. Sen esa olis osmondagi qushi parvozini bemalol kuzatarding. Endi burning tagidagini ko'rmaysan. Bular yana menga achinarmish. Bugun rosa 40 ga to'ldim, qirchillagan yigitman. Qani oilali azamatlar, birortangiz mana bunday qila olasizmi? Oho, sho't emas, mashq qilib shug'ullanganda bu balo. Nima qildi? Xulqi rasvo baribir. Qo'llarimni kuzating. Salom Elio. Salom. 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 Salom.
Oyoqlarimizni yerdan uzib, ko'kka yulduzlar tomon intilamiz. Shiddatliroq, balandroq. Salom Cherila. Salom. Yigitlarni abjirlikka o'rgatyapman. Dushanba kuni basketbol bo'yicha final uchrashuv. Xo'sh, kelasanmi? Nima deysan? Dushanba Bryusselga uchaman. Ha, Karam to'g'risidagi shartnoma ko'riladi. Taassuf. Bizda esa antiqa bellashuv bo'ladi-da, ochiq basketbolga qiziqishim yo'q. Tushunarli. Aychi. Yomg'ir masalasi qalay? Biror chora ko'ryapsanmi? Qo'limdan nima ham kelardi? Ibodatda so'ra. Har kecha iltijo qilyapman. Unda ertalab sig'inib ko'r. Elio. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tashakkur. Bilasanmi, yoshingga yosh qo'shilib haligi nima desam ekan, ro'zg'or tashvishlari haqida ham o'ylab ko'rishingni vaqti kelmadimi ekan? Hammasi ayon, yana o'sha gaplar. Meni yaxshi bilasan, bo'ydoq o'tmoqchiman. Nega unaqa deysan? Axir tog'ni ursa talqon qiladigan yigitsan-ku, Elio. Tort qo'lingni. Shu ham ish bo'ldimi? O'zingga mosroq ayolni top, o'zlarichi topganmilar? Meni nima daxlim bor? Qani aytchi. Haligi ehtiroslaring jumbushga kelib, yuraklaring xapqirib, shirin lahzalarni tusagan payting bo'lmaydimi hech? Hayotni mohiyati muhabbatsiz bekor-ku bo'tam yoki bu jo'shqin hissiyotlardan mustasnomisan? Yo'q, albatta. Qoning jo'shganida neni tusaysan? O'tin yora boshlayman. Ha. O'zingchi? Qo'ng'iroq chalaman. Damba-dammi? Yaxshi qol. Ko'rishguncha. Yanada yengilroq, erkinroq sakrang, qushday parvoz qiling. Oldinda musobaqalar turibdi, jonliroq, g'olib bo'lishingiz kerak. Qani bo'linglar, sakrang. Oy, Tonyo, urug' sepyapsanmi? Vaqti o'tib ketmadimi? Bu qarg'alar rizqi. Barakalla. Qushlar uchun jon kuydiryapsanmi? Demak, yaxshi odamsan. Ular yordamingga muhtoj. Anoyi emasman, dorilangan bug'doy sepyapman. Qirilib ketishadi. Birortasi omon qolishidan asrasin, ochdan o'lamiz. Ular nima gunoh qilishdi? Qurg'oqchilik yetmay turganiday bu la'nati parrandalar ko'z ochib yundirishmaydi. Johori sepilgan dalaga yopirilib, urug'larimni bir donasini qo'ymay yamlashadi. Bu o'lgurlar. Meni ochlikka mahkum qilishyapti. Undan ko'ra bu o'g'rilarni qirilib ketgani yaxshi. Bunchalikka bormasdan kelishib olsangan bo'ladi-yu. Bular bilan kelishib bo'ladimi? Ochofatligini ko'r. Yer yutsin bu shum qarg'alarini. Padariga la'nat. Jim. Sardoringiz kim? Senmi? Halda ekaning yo'qmi? Unda gapimni eshit. Bu yerdan 2 chaqirimlarida qarovsiz dala bor. U yerga urug' qadaldi, egasi shaharga ko'chib ketdi. 2 gektarcha maydon, hatto undan ham ko'proq. Xuddi o'sha daladan o'z do'stlari bilan izlaganing topasan. Uqdingmi? Unda kisht. Til topa bilish kerak, ular odam emas. Kelishsa bo'ladi. Salom Elio. Salomingni pishirib ye. Namuncha qo'polsan, yana isming avliyolarnikidek bo'lsa. Salom xo'jayin. Salom Mikele. Omonmisan Elio? Ish qilib tekis kesyapsanmi? Bundan teksi bo'lmaydi. Tekshiraman, ha? Salom, salom. Salom. Yaxshimisan Elio? Salom. Omonmisan? Salom. Salom. Elio. Salom. Qalaysan? Bugun nega kutib bo'lmayapsan meni, ha? Jinursin, bunisi musiqasi bilan ketdi-yu.
U kim? Labay, kimni aytyapsan? Kim keldi deb so'rayapman. Umi? Mehmon oddiygina qiz. U meni yaqin dugonamning qizi. Shaharda yashaydi. Juda ajoyib qiz. Endigina 29 ga kiribdi xolos. Xushfe'lligini aytmaysanmi? Dugonam emas, albatta men qiz haqida gapiryapman. Qizlarni jinim suymaydi degan edim-ku. Aytganding, bilaman. Uyga begonalarni kiritmaydi deb tayinlaganding, ammo u bilan ko'nglingni keng qilib dildan gaplashsang, yotligi bilinmaydi. Shunaqa degan? Bo'lmasamchi. Xo'sh, konservatoriyani imtiyozli tamomladim. Meni muallimam o'ta nozik tab ayol. Ular menga Chopinni 18-noktyurnda hay'at uchun emas, balki chin ko'ngildan o'zim uchun ijro etishimni so'radilar. Ishontirib aytamanki, musiqa dil ko'zgusidir. Men har bir yigitni musiqaga qiyoslayman. O'xtam shahzodalarni emas, istarali, qalbi go'zal, tarbiya ko'rgan va tabassumi beg'ubor erkaklarni qadrlayman. Qizni qayerga gumdon qilding? Kimmi deding? Qizni deyapman. Bir-birimizga iliq tabassum qildik-ku, ajralishdik. Tushunarli. Sen biror sovuq qilig'ing bilan uni yuragini yorasan. Men unga so'yla otishlarimni ko'rsatdim. Meni bo'g'irsoqqinam. Bas, Qonxo'rligimni bilasan-ku, qilma, boshingdan bir o'pay. Bordi-yu, musallas uchun uzum sharbati chiqarishga 20 kishi yollaydigan bo'lsak, ularni ish haqi va sug'urtasi hamda boshqa xarajatlar uchun anchagina pul sarf bo'ladi. Siznikidanmi? Yo'q, siznikidan. Menikidan. Axir ularni siz yollaysiz-ku. Shunaqa deng. Sizni deb jon kuydiryapman. Axir hisobchingizman. Shu sabab reja bilan ish yuritishni ma'qullayman. Bizda dizel firmasini sharbat siqib chiqaruvchi moslamalari bor. Ular 3 baravar tez ishlaydi va 3 karra unumliroq. Xo'sh, odamlarga nima deymiz? Iloj qancha, taraqqiyot uchun tovon to'lash kerak. Demak, sizningcha o'sha moslama 3 kishi ishini 3 marta tezroq qilar ekanda, a? 100% kafolat beraman. Demak, pullarimni deb jon kuydiryapsiz. Yo, foydangizni ko'zlab. Nima junurib? Shunchaki o'zim shunaqa odamman.
Barakalla, Elio. Nima deysan, sotib olamizmi, Elio? Yo'q, menga elektron kalkulyator kerak. Qanaqasi? Hisob-kitob uchun 3 ta hisobchi o'rniga 3 barobar tez ishlaydiganidan. Elio, boshim osmonga yetdi, ishimiz yurishdi, o'ngidan keldi. Nima, yutuq chiqdimi? Yo'q, yomg'ir boshlandi. Chindan ham yomg'ir-ku. Azamchi. Unda chopdik. Mot qilding, mag'lubman. Musallas olib chiqish uchun yerto'laga tushib ketyapman. Chaqirib ovora bo'lma, eshitmayman. Endi sen bilan boshqa o'ynamayman. Uzuringni qabul qilmayman ham. Qo'ng'iroqni eshityapsanmi? Qo'ng'iroqni eshitmayapsanmi? Borib ochsang chaqir. Borib ocha qolsang-chi. Bor, och eshikni. Tushunarli, o'zim ochaman. Kirishga ruxsat berasizmi? Uyimgami? Ha-da, shalabbo bo'ldim. Yomg'ir quyapti shekilli. Xo'sh, ichkariga kirsam maylimi? Sizni tanimayroq turibman-da. Meni ismim Liza. Liza bo'lsangiz o'zingizga. Siz so'z o'yini qilib turgunizcha shamollab qolishim mumkin. E'tiboringiz uchun men ham yomg'ir barchani barobar ho'l qiladi. Faqat siznigina emas, sizdan sachrayotgan tomchilar esa meni ham shalabbo qildi. O'ylashingiz uchun 5 soniya. Yoki ichkariga kiritasiz yoki Bu nima degan gap? Tashqarida yomg'ir quyyapti. Yaqin o'rtada biror boshpana yo'q. Siz esa uyga taklif ham qilmaysiz. Mashinam o'chib qolmaganda eshigingizni qoqib sizni bezovta qilmagan bo'lardim. Bunday vaziyatlar uchun mehmonxonalar bor. Hali mehmonxonalaringiz ham bormi? Bo'lganda qanday 3-toifadagi Korona oteli. U qayerda? Bu yerda 15 kilometr narida. Demak, siz meni u yerga olib borib qo'yarkansiz-da. Hech hamda. Hali 15 kilometr masofani piyoda bosib o'tgin dersiz. Velosipedimni berib turaman. Yo'q, balki men shu joyda turarman. Ixtiyoringiz. Ammo bu yer qattiqroq. Qayer? Shu yer. Qo'ysangchi. Axir biz yovvoyi emasmiz-ku, shunday senyorinaga takalluf ko'rsatmasak. Senga mulozamat o'rgatguncha es ketadi odamni. Yuring, senyorina, men sizni mehmonlar xonasiga kuzatib qo'yaman. U yer shinam va qulay. Bizda mehmonlar uchun xona bormidi? Albatta, lekin biz uni hali ochmaganmiz ham. Yuravering azizam. Tashakkur sizga. Juda mehmondo'st ekansiz. Esim qursin, kiyimlarimni almashtirishim kerak. Jomadoningiz qayerda? Tashqarida, mashinamda. Eshityapsanmi? Tashqarida qopti, mashinada. Eshitdim, bor o'zing olib kel uni. Bu nima degani? Shunda yomg'irda borib sen olib kela qol. Hech hamda. Shunaqa degin? Unda kim boradi? Sen bormaysanmi? Unda o'zi boradi, baribir ivi yotibdi. Esingni yeb qo'yibsan-da, iloj. O'zim borarkanman-da. Yo'q, o'zim chiqib kelaman. Faqat soyaban bo'lsa bas. Senyorina, siz olovga yaqinroq borib isinib oling, yo'qsa shamollab qolasiz. O'zim borishim boshdanoq ayon edi. Ochig'ini aytsam, sizdan taajjubdaman. Axir sizga gapiryapman. Bu qanaqasi bo'ldi? Eshitgingiz ham kelmayapti chog'i. Ayting-chi. Qaysi ko'rsatgan karomatingiz uchun sizga quloq berishim kerak? Uyimga shalabbo holda bostirib kirib, hamma yoni suvga bo'ktirdingiz. Yana eshitishim ham kerakmi, a? Bu qanaqangi kun bo'ldi, a? Sodiq itim meni mot qildi. Sizdan sashagan suv ko'ylagimni ho'l qildi. Eshitishga toqatim yo'q, ammo gapirishim man etmayman. Siz ham ayollarni shunaqa behurmat qilasizmi? Behurmat? Sizningcha bu hurmatsizlikmi? Yo'qsa buni qanday izohlashim mumkin? Mehmondo'stlik debmi yoki iltifotmi?
Biroz surilsangiz. Kamin tarafga emas, bu yoqqa. Nimaga endi? Yonib ketmang tag'in. Nima? Kostyumingiz tutayapti, kuyinda hidiga toqatim yo'q. Mana mehmonlarga mo'ljallangan xona. Shinamgina ekan. Vaqt kelib ajoyib kunlarni birida biror mehmon yoki siz kabi lobar qiz bu xonaga albatta qadam ranjida qilishini bilardim. Hozir joy solib beraman. Mana yopinish uchun ko'rpa, sovqotib qolmaysiz. Bu esa vanna xona. Rahmat. Siz bo'lmaganingizda holim ne kechardi? Odamlarga yaxshilik qilish kerak, savob bo'ladi. Vaqt kelib Elio ham buni tushunib ketar. Umuman u kelishgangina yigit ekan. Kelishgan? Yovoyi ayuni o'zginasi. Qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Bemalol hozir sizni shahar tarmog'iga ulayman. Minnatdorman. Mana endi qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugun tuz tatmagandirsiz. Yanglishmadingiz. Yarim soatdan keyin kechki ovqat tayyor bo'ladi. Yarim soatdan keyin ovqatlanamizmi? Sen shu ahvolda kechki ovqatga o'tirmoqchimisan? E'tiboring uchun uyda mehmon bor. Sal durustroq kiyinib, galstuk taqib olsang chakki bo'lmasdi. Eshitaman. Salom Renata. Liza, bu qanday bedodlik? Soat 4dan buyon seni kutamiz. Kutaverib Vittoriyaning ko'zi to'rt bo'ldi. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Mashinam pand berdi, ustiga mama qaldiroq ivib ketdim. Qishloqdagi bir xonadondan joy berishdi. Shunaqa degin, bizning xayollarga bormadik. Vittoriya, Liza qo'ng'iroq qilyapti. Minnatdorman. Sevgilim, tinchlikmi? Qayerdasan? Ravenyanodaman. Ravenyanoda Vegar tarafdami? Men hozir yetib boraman. Xavotir olma. Shu yerda tunayman, ertaga qo'ng'iroq qilaman. Mayli, xayr. Yarim soatlik yo'l, yetib boraman. Bo'lsa bordir, ammo kerak emas. Shu yerda qolaman. Tushunmadim. Qayoqdan ham tushunarding? Mayli, ertagacha. Nima? Tongda yana qo'ng'iroq qilaman. Tushundim, hammasini uqdim. Shoshma, go'shakni qo'ymay tur. Gapim Sen bilan chala Renata qoldi. gaplashmoqchi. Alo, bu men. Xo'sh, nima deysan? Nimanidir yashiryapsan? Qani rostini aytchi, yolg'iz o'zingmisan yoki gapira qol kim u? Kimni so'rayapsan? Boshpananing egasi bordir axir. Kelishgan yigitmi? Chakki emas, sal g'alatiroq. Alomat odam ekan. Shunaqami? Voy, qo'ysangchi. Demak, u senga yoqib qolgan. Yoqib qolganmish senga nima? Vittoriyaga nima deysan? Osonroq narsa so'rasangchi, xo'p bo'lmasa, vaziyatdan chiqib ketish rejang bordir axir. Bo'ldi. Yarim soatdan so'ng kechki ovqatga chiqishim kerak. U yoq bu yog'imga qaray. Uchrashguncha. Mami. Xo'sh, galstukim qalay? Ma'qulmi? Galstukka mosroq kiyim topmadim-da. Xo'sh, tayyormi? Allaqachon. Biroq mehmon chiqqunicha sabr qil. Unga yarim soat deb aytildi. 31 daqiqa o'tdi. Men boshladim. Vojabo nodir nusxa. Bu Eukeleonupda. Kimdan kam uchraydigan baxmal qanot. Yevropa hududida yo'q ketmoqda desa ham bo'ladi. Sizga yoqadimi? Nihoyatda ajoyib. Senga ham yoqadimi, mami? Dahshat. Dahshat. Shundan ham dahshat. Nimasini aytasan? Kelgusi asrda biror bir kolleksioner bunga millionlar berishi mumkin. Yanglishmasam jonivorlarni sevarkansiz. Judayam. Odamlarga munosabatingiz-chi? Chidasa bo'ladi, lekin unchalik emas, ayniqsa begonalarga. U holda yotsirashga ne hojat?
Hech bo'lmasa ismingizni aytsangiz bo'larmidi? O'zingizkichi? Hozir ham avvalgiday, Liza. Elio. Elio deng. Avliyolardan birining ismi shunday edi chog'i. Balki siz ham yaxshigina bashorat qilarsiz. Ba'zida. Xo'sh, oldinda meni nima kutyapti? Javrashga bas qilmasangiz sho'rvangiz sovib qoladi. Biror narsa ichardim. Tashakkur. Nima haqida o'ylayotganimni bilasanmi? Bilasizmi? Bilasanmi? Menimcha uying juda chiroyli ekan. Bu yer juda sokin, shinam. Meni Milandagi uyim esa do'zaxning o'zi. Shovqin-surondan tonggacha uxlay olmaysan. Holiroq bo'lish uchun Portofinaga ketayotgandim, lekin niyatim amalga oshmadi. U yer ham sershovqin. Portofina sohillarida villam bor. Agar istasang, mehmonnavozliging evaziga yozda seni dengizga taklif qilishim mumkin. Yozda yig'im terim bilan bandman. Shu holda dekabrda korsina etaklariga marhamat. Dekabrda musallaslarni idishga quyib bo'lgach, yog' ishlab chiqaraman. Qishloqda qachon ta'til bo'ladi? Ta'til? Odam ishdan toliqib bezasa ta'til oladi. Men esa o'z hunarimni yoqtiraman. Charchamayman. Binobarin sen o'qishga vaqt topasan-ku axir. Ajoyib kutubxonang bor ekan. Men uxlash oldidan o'qishni odat qilganman. Sen sarguzashtlarni yoqtirasanmi? Yo'q, odamlarni o'ldirishlariga toqat qila olmayman. Nima bo'ldi? Hech nima, chiroq o'chdi xolos. Qo'lingni ber. Qorong'ulikdan o'lgiday qo'rqaman. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz seni. Qutlaymiz Eleoni. Tavallud kunilar. Boz ustiga bugun tug'ilgan kuningmidi? Ha, Tabriklayman. mendan nima xizmat? Shamlarni o'chirasan. Bor kuching bilan puflashing kerak. Jinursin oshirib yubording. 1, 2, 3, 4. Hammasi bo'lib 40 ta. 40? 40 yoshga kirganga o'xshamaysan. Albatta. Men esa 25 daman. Sen ham o'xshamaysan. Bo'lmasamchi? 26 damisan degan. Nima? Senday qo'rs odamni umrimda ko'rmaganman. Sen bedavo, to'porisan. Xushmuomalalik nimaligini bilmaydigan qo'pol bir odamsan. Badfe'l, odamovi. Hazillashdim axir. Hazilni tushunmasanglar aybdor menmi? Bu sovg'a. Mengami? Hada, axir bugun tug'ilgan kuning-ku. Portofinadan sotib olgandim. Ichida nima bor? Nima bor emish? Ochib ko'rsang bilasan. Voy xudoyim-ey. Buni qayerga qo'ysak ekan, ha? Mana bu yerga. Ha, shu yer yaxshi. Balki bu yergadir, ha? Balki birato'la mana bu joyda turgani ma'qul. Oho! Yomg'ir tinibdimi? Tomchilamayapti ham. Hatto yulduzlar ham ko'z qisishyapti. Nima qilibdi? Nima qilardi? Mehmonxonaga yo'l olsang ham bo'ladi. Yana qanaqangi mehmonxona? 15 kilometr naridagimi? To'g'ri? Esingni yebsan.
Ovqatdan so'ng sayr qilib turish kerak, sog'liqqa foyda. Shuncha joyga piyoda bormayman. Marhamat, velosipedimni berib turishim mumkin? Men haligacha uni birovga bermagan edim. Lekin mayli, senga beraman, keyin qaytarib berarsan. Qaytarmay qo'ya qol, yangisini sotib olarman. Muruvvatingizdan minnatdorman. Sizdan jentelmenning ehtiromidan boshim ko'kka yetdi. Ajoyib ziyofat, tatib ko'rilmagan tort va barcha amalga oshmagan umidlar uchun tashakkur. Dajjal, to'pori, to'nka. Qurib ketgur o'sha mehmonxonani nomini bilsam bo'ladimi o'zi? Korona oteli. Hoynahoy bu uyda telefon ma'lumotnomasi ham bo'lmasa kerak. Mana, marhamat. Hoziroq o'sha yoqqa velosipedda uchib ketamanmi? Bekor gap. Yaxshisi mashina jo'natishlarini so'rayman-da, qancha tez kelsa shuncha yaxshi. Ortiq qololmayman bu yerda. Hali meni bilmabsan, beodob to'nka. Bo'ldi. Jamadon tayyor. Korona mehmonxonasi. Korona mehmonxonasi 70-20-10. Mana buni unutmang. Minnatdorman. Eshitdimi? Korona mehmonxonasimi bu? Sizni yoqilg'i quyish shoxobchasi eshitadi. Menga bitta xona band qilib qo'ysangiz. Ammo biz faqat yoqilg'i quyamiz. Sizga benzin kerakmi? Vannasi bor xonaga buyurtma qilmoqchi edim. Vanna to'la benzin? Sizlarda hatto 2 kishilik xona ham yo'qmi? Bizda motor moyi, elektrolit bor. Bo'sh xona yo'q bo'lsa, nima yamdirdim. Vaqtingizni olganim uchun uzr. Hali siz ustingizdan sayyohlik markaziga arz qilaman. Tushunmadim. Sizlarda bo'lgan mehmonxona yo'qmi? 50 kilometrlarda bo'lsa ham, toni cho'qqisda bo'lsa ham roziman. Yoki senyorning omborxonasida tunasanmikan? Mayli, e'tirozim yo'q, faqat bir kechagina xolos. Kelishdikmi? Xudo haqqi, agar yosh bola bo'lganingda-mi boplab savalardim seni. Aybim nima? Sen-ku bu yerda tovuq qo'ndoqqa chiqmasdan uxlashga ko'nikib ketgansan. Men esa yo'q. Axir soat endi 10 bo'ldi xolos. Bo'lmasamchi bunday vaqtli kimni ham uyqusi kelardi. Oq bilakoyimcha jim bo'l. Indamay tura olmasang biror kuy chal. Hatto kino ham yo'qmi sizlarda? Nega yo'q bo'lar ekan? Shundaymi juda? Faqat payshanba kunlari namoyish etiladi. Hech bo'lmasa bugun musiqa tinglasak bo'lar-a? Yo'q, hammasi yopilgan. Agar ko'ngling musiqani tushayotgan bo'lsa, mami chalib beradi. To'g'rimi, mami? Xayriyat, oqshom bo'yi endi aqlliroq fikr chiqdi sendan. Nahotki oqshom bo'yi zerikib o'tirsak? Istasang senga ganimetni ko'rsatishim mumkin. Kim u, seni do'stingmi? Yo'q, u Yupiter oshnasi, 3-yo'ldoshi bo'ladi. Men bo'lsam tuzukroq narsami deb o'ylabman, bechora qizgina. U Yevropa bilan Kalistra oralig'ida joylashgan, uni Galiley kashf etgan. Ketdik Tomga. Agar omadimiz chopsa, uni ko'ramiz. Osmon musofo bo'lsa bas. Lekin astronomiya bilan unchalik qiziqmayman. Yaxshisi menga televizor qo'yib bera qo'y. Televizorim yo'q. Nega endi televizor bo'lmas ekan? Bor-ku axir. Agar zina bo'ylab ko'tarilib kichik xonaga kirsangiz, uni topasizlar. Yo'q deb aytdim-ku. Mana bu nima? Ha, bumi? Men undan faqat kursi o'rnida foydalanganman. Ustiga o'tirib qog'ozlarimni varaqlardim. Ket, tomosha qilamiz. Bundan ganimet yaxshiroq edi. Eski komediyalar joni dilim, ular juda kulgili.
Umuman kulmayapsanmi? Yo'q. Seni yaxshilab ko'r, ekranga boq. Kulgili emasmi? Uchib ketganini ko'rdingmi? O'zi ham yomon tushdi-da. Kulging qistamayaptimi? Yo'q. Нет. Dunyo borki, yiqilganlarning ustidan kulishadi. Sen-chi nega kulmaysan? U qattiq tushdi. Joni og'riyapti. Kulgili chiqishi uchun ataylab yiqildi. Sen esa yig'lab o'tiribsan. Buni hatto Chaplin ham e'tirof etgan. Banan po'chog'i yotibdi. Bir odam unga sirg'anib yiqiladi. Tushunyapsanmi? Sirg'anib ketadi. Tomoshabinlar qaq-qaq urishadi. Bu 2 karra 2 degani-ku. Sen bunga kulmaysanmi? Yo'q. Bilaman, senga yoqmayman. Xo'p, kulgili holatlar ham ma'qul emas. Baribir nimadir yoqish kerak-ku. Yo'q. Yo'q. Xayrli tun. Dahshat. Ha, bu dahshat. Ay. 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 Yomon yiqildingmi? Bo'lmasam-chi ko'rmayapsanmi? Kulganing nimasi? Menga endi yetib bordi. Odam yiqilsa, kulish kerak. Aldamayapsanmi? Yomon tushdingmi, ha? Qattiq yiqilibdi. Yomon tushibdi. Xo'p, yaxshi. Sen menga kulishni o'rgatding. Endi esa yur. Yordamlashaman. Shoshmasdan. Sekinroq. To'xtadik. Eshikni ochib yuboraman deb keldik. Nima qilyapsan? Quloqlaring chiroyli ekanini bilasanmi? Menimcha uxlaydigan vaqt bo'ldi. Xayrli tun. Xayrli tun. Elio, senyorina Lizani mashinasini tuzatib qo'ydingmi? Shoshma. Nima, unday emasmi?
Soat necha bo'lganini ayta olmaysizmi? Ropparasi 7. Kun yorishdi, mashinani tuzatib qo'ydim. Jo'nashing mumkin. Salom, Elio. Salom, aniqrog'i xayr. Xayrlashish uchun kirdim. Allaqachon 7 bo'ldi, ishlashim kerak. Milanda ko'rishguncha. U yerga tezda borasanmi? Ha, 3-4 yildan keyin. Voy, Nima gap? oy, og'riyapti. Kecha oyog'im lat yetdi. Ehtimol singandir ham. Oyog'im shishib yotibdi. Mana bu yer og'riyaptimi? Voy, Mana bu yerammi? voy, Bu yerchi? voy, Mana bu joychi? voy. Ha, turchi? Tik turishga urinib ko'raman. Voy, voy, yo'q, tura olmayman. Og'rig'iga chidab bo'lmaydi. Seni yana tashvishga qo'yadigan bo'ldim. Ko'rib turganingdek keta olmayman. Malol yotaver, veterinarni jo'nataman. Yo'q, kerak emas. Men bilaman, ilgari ham shunga o'xshagan voqea bo'lgandi. 3-4 kun yotsam otdek bo'lib ketaman. Men bilan qola olmaysanmi? Ishlarim ko'p. Qayoqqa Elio? Tonyoni oldiga. Uzotilgan bo'lib yotibdi. Uni sog'lig'ini so'radimmi sendan? Yo'q. Eshik. Ko'rpa. Yelvizak. Elio, telefonimdan foydalanyapsanmi? Ha, ko'ngil uchun mendan ruxsat so'ramaysanmi? Yo'q. Nimayam dirdim, mayli. Alo? Eshitaman, gapiring. Deraza. Ko'rpa. Eshik. Fe'l-atvoring to'g'risida yozishganlari haqiqatdan guvoh menimcha. Nima qilyapsan? Esingni yedingmi? Meni qayoqqa olib ketyapsan? Shoshma, tushib olay, bezori. Ovsar. Bu nima qilganing? Hoziroq to'xtat.
past. Qaysar, tushvola, eshityapsanmi? To'xtat. Yaramas, savdoyi masxaraboz. Ko'rgani ko'zim yo'q. Daf bo'l. Qaysar devona, hoziroq to'xtat. Kimga aytyapman? To'xtat. To'xtat. Espas. Nodon. To'xta. Senga aytyapman, to'xtat. Qaysar. Devona. Hoziroq to'xtat. Buni qaranglar, tekin tomosha. Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Buni qaranglar. Tomi ketgan, miyasi yo'q to'nka. Ovsar, beadab, yovvoyi kuningni ko'rsatib qo'yaman hali. Korona mehmonxonasiga qo'ng'iroq qilib ovora bo'lib yurma, tag'in ishlamayotganiga 2 oydan oshdi. Qayg'urdan kelibdi u? Kimsan o'zing? Qayerlisan? Ha? Yarim yalang'ochmisan? Yo'qol ko'zimdan. Atir hidi ham kelyapti. Xom kalla. Yovvoyi. To'nka. Qaysar. To'pari. Anqov. Quturgan ko'ppak. Ispast. Bedavo. Gumroh. Yaramas. Go'rso'xta. Kamsitmaslikning iloji yo'qmi? Mendan nima istaysan o'zi? Undan ko'ra bakni to'ldir. O'zing ham anqovsan. Allaqanday qalang'i qasang'i seni yer bilan yakson qilsak, og'zingni ochib qolaversang. Mayli, jo'jani kuzda sanaymiz. Benzin nima bo'ladi? Bir qarasang bakni to'ldir deyishadi, keyin esa buralatib haqoratlashadi, churq etmay jo'nab qolishadi. Yo'q, bunaqa ishlab bo'lmaydi. Benzin sotilmaydi. Tamom, vassalom. Yana nima ayb qilibmiz? Menga qo'l ko'tardingmi? Qo'lim emas, chelay aybdor, uzr. Qaytib kelganimning sababi seni kimligingni aytish. Kallavaram, izzatini bilmagan surbet, jinni va o'ziga bino qo'ygan qaysarsan. Oshirib yubormadingmi? Yana takabbursan. Bundan xulosa qilish mumkinki, sen meni yoqtirib qo'ygansan. Kim, menmi? Shubhasiz. Xo'sh, bunga ijobiy javobing qanday? Ha, bo'lishi mumkin. Ehtimol. Masalani muhim tomoni hisobga olmayapsan. Xo'sh, nimani? Gap shundaki, men seni suymayman. Ayb menda emas, chelakda. Aqldan ozish mumkin. Xo'sh, nega endi? Shu paytgacha men 100 dan ortiq yigitlarga xuddi senikiga o'xshash javobni qaytargandim. Nima qilibdi? Hech nima. Sevmasang yo'q deyish juda oson, lekin uni eshitishchi bir kun kelib ularni holiga tusharman deb sira o'ylamagan ekanman. Ko'nglingga yaqin olma. Yaqin olganim yo'q, kulyapman. Qushcha ham qafasga tushgach kular ekan, ammo quvonchdan emas, tutqunlik va alamdan. Qushlar ham kularkanmi? Ular kuylashadi. Kulganda qandoq? Bir paytlar qushim bo'lardi. Buni qaraki, u juda dono va mag'rur edi. Qafasni ham xush ko'rmasdi. Na iloj, xayr. Albatta. Butunlay ketyapman.
Xo'sh, bunga nima deysan? Seni javobing qanday? Sen adashding. Tanlashda xato qilding. Sen qayoqdan ham bilarding? O'zing o'ylab ko'r. Milan, Portofin, Kartondek shaharlarga ko'nikkan sendek qiz. Kartina. Ha. Sendan qiz qishloq yigitiga ko'ngil qo'ymasligi kerak edi. Chorva va tovuqlar orasida bir hafta ham tura olmaysan. Men o'rnimga mulohaza qilishga shoshmasang-chi, aksincha menga bu yer juda ma'qul tushdi. Qishloq hayoti mushkul. Erta kech terga botasan, ko'ngil xushliklarga vaqt yo'q. Imkon ber. Hazillashmasang-chi. Behazil, agar muhlat bersang o'zimni sinab ko'rardim. Nima deysan? Bunga seni ijobiy javobing qanday? O'lguday o'jar ekansan o'zing. Birinchi maqtovni ham eshitdim. Xo'sh, nima deysan? Ko'ndirding, dushanbagacha ishlashing mumkin. Nega faqat dushanbagacha? Chunki haftani birinchi kuni Bryusselga uchaman. Lekin bugun shanba-ku. 10 kam 12. Oldinda hali bir kun bor. Mayli, men roziman. Mami! Mami! Uddasidan chiqdim, uni ko'ndirdim. Nimani uddasidan chiqding? Elio qolishimga ko'ndi. Mana buni xushxabar desa bo'ladi, xayriyat. Fantasia, la 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 la, oggi un giorno d'allegria, la 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 la, festa di colori, la 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 la, sul lavoro e sorridi insieme a noi, la delle la sera già primavera, la 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 la, non ti fermare, la 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 la, tu sei forte e vedrai che riuscirai, e se credi in ciò che fai, vedrai che riuscirai, tu sei l'ala di un gabbiano, sei forte e riuscirai, riuscirai, riuscirai. Guarda che magia, la 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 la, fatti immensi intorno a me, la 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 la, tu e poesia, la 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 la, sul lavoro e sorridi insieme a noi, il cielo è chiaro, la 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 la, tutto sembra più vero, la 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 la, non ti fermare, la 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 la, tu sei forte e vedrai che riuscirai. Salom, Elio. Salom. Yaxshimisan, Elio? O'tir. Salom. Qalaysan, Elio? Yaxshimisan? Hamma joy-joydami? Yangi ishchidan tashqari. Bir daqiqa to'xta. Ketdik. Quldorning o'zginasisan, qiz bechorani qay ko'yga solding? Uyalmaysan hamma. Xo'sh, qalay, qishloqdagi birinchi kuning ham o'tdi, yoqdimi? Oqshom masalasida nima deysan? Biror yoqqa boramizmi? Musiqa tinglasak ham bo'ladi. Bilasanmi, shu yaqin o'rtada 30 kilometr narida raqs maydonchasi ochilgan. Balki velosipedda yo'lga chiqarmiz, galma-galdan haydardik. Istasang sen mina qol. Charchoqdan a'zoy badanim qaqshayapti. Sen haq chiqding chog'i. Men qishloq hayotini oddiygina bir kuniga ham dosh bera olmadim. O'z-o'zimdan nafratlanib ketyapman. O'lganim yaxshi. Bu vahima. Tushkunlikka tushma, o'tib ketadi. Tushla. Ruhiyatingni ko'tarish kerak. Balki mana bu uzun mustallasi kor qilar.
Uni mami qop-qora qo'llari bilan tayyorlagan. Ichkilikka toqatim yo'q, ichsam ko'nglim ketadi. Topdingmi? Sendan juda minnatdorman. Chekmaysanmi? Yo'q. Ko'p narsa yo'qotyapsan. Charchoqdan asar ham qolmadi. Ochig'i menga juda tez ta'sir qiladi. Balalar qichqirgim, kuylab, raqsga tushgim, oydin joylarda odamlar orasida yayragim keladi. Toshdek qotib o'tirmasang-chi, yura qol, dilxushlik qilgim kelyapti. Bu alfozda bora olmayman. Tuzukroq narsamni kiyib olishim kerak. Mana buni kiysam-chi, menimcha chakka emas. Yo'q, bu emas. Mana bunga nima deysan? Yo'q, bu ham emas. Mana topdim. Sen nima deysan? Senga yoqdimi? Biron narsa desang-chi. Keyin shuni aytib qo'yay, azizim. Pomidor, tovuq va sigirlar meni jonidilim. Umuman qishloq hayoti menga juda yoqdi. Kundalik sertashvish hayot emas, ertakning o'zginasi. Tushkun kayfiyatdan forig' bo'lganga o'xshaysan-a? Tumanday tarqadi. Hayot naqadar go'zal. Hatto sen ham binoyidakkina ko'rinyapsan. Oddiy tezak shunchalik ta'sir etishini bilmagan ekanman. Nima deding? Sen sigaret o'rniga menga go'ng o'rab berdingmi? Buni ichida go'ng bormidi hali? Marixuana olib keldi deb xomtama bo'lganmiding? Sen jirkanch tovlamachisan, sotqin. Maxluqsan, yo'qol. Mana bu Xitoyni Dang sulolasiga mansub bir juft qimmatbaho guldon toq bo'lib qolgan. Uni nima ham qilardim? Nima qilsam ekan? Ha, nima deysan? Keragi yo'q, eshityapsanmi? Bunday qila ko'rma. Bir donasi qolgach nimaga ishlataman? Aqldan ozdingmi deyman-a? Mana buchi bo'ladimi? Uzataver, bo'ladi. Xudoga shukr, nihoyat til topishdi. Qanday yaxshi. Sindiriladigan boshqa narsa qolmadimi? Yo'q, barini shilparchin qilib bo'ldik. Qolganlari narigi xonada. Unda yur raqs tushamiz. Raqs tushgin kelyaptimi? Bo'lmasam-chi, bu seni taklifing edi. Hammasi shundan chiqdi. Charchagansan-ku. Nimalar deyapsan? Mendan tetik odam yo'q. Yo'q, mendan bardamrog'i Yo'q, yo'q. men chigitga sakrashga tayyorman. Uxlab qoldingmi? Kim, menmi? O'zing mudrayapsan? Yo'q, o'ligingni menga tashlab olib dong qotding. Yo'q, sen o'zing yelkamga osilib olding. Hechamda. Hada? Uyqung kelayotgan bo'lsa ketdik. Nega vaqtli-ku hali? Chunki ertaga yakshanba, bir haftani hissasini chiqarib olish kerak. Nima, yotib uxlaymizmi? Bo'lmasam-chi ketdik.
Velosiped durustroq edi. Jim, endi sen meni mehmonimsan. Seni shunday bir joyga olib borayki, umring bino bo'lib hali ko'rmagansan. Ko'nglimizga yoqqan yerda to'xtaymiz. Ammo benzin tugab qoldi, yoqilg'i quyib olish kerak. Yana o'sha-ku. 13 mingga benzin. Bunga aminmisiz? Ha, 13 mingga. Xo'p, bo'ladi. Sen hali ko'ylagim haqida miq etganing yo'q. Nimadir deyishim shartmi? Uni men ataylab sen uchun kiydim. Nima ma'qul, nima noma'qul ekanini bilishni istayman. Kecha ham shu kiyimda emasmiding? Yo'q, kecha boshqa libosda edim. Bugun esa egnimdagi kostyum Valentindan. Valentindan deysanmi? Demak, birovniki ekanda. Aytchi, sen rostdan ham shunaqamisan yoki o'zingni anoyi qilib ko'rsatmoqchi bo'lasanmi? Terbalikka solaman o'zimni. Seni manmanliging hiqildog'imga kelganini bilsang edi. Nahotki egnimdagi kiyimimga e'tibor qilmasang? Yo'q. Egnimda kiyim bormi yo'qligiga befarq bo'la olmasliging kerak. Ha, farqi yo'q. Farqi yo'q deysanmi? Quyhdingmi yo'qmi? Albatta. Bo'lmasamchi. Men faqat oynalarni artib qo'ydim xolos. Hammasi joyida. Yo, tavba, ortiq chidolmayman. Ishlamaganim bo'lsin. Ketaman. Vassalom. Gustavo, Salom, Silvestra xonim. xayrli kun. Siz uchun joy olib qo'ydim. Bu yerdan ko'l manzarasi namoyon bo'ladi. Baliqmi yo sharob? Baliq. Bu yerga qarab oring. Bu yerning baliqlari juda mazali. Mana sharoblarimiz ro'yxati. Sizga baliq bilan 74-yilgi Bargoniya sharobini tavsiya qilardim. Yo'q. Nega? Chunki 74-yilda Bargoniyada yoqqan do'l butun uzum hosilini yakson qilgan. Qanaqangi baliq ekan? Karp. Karp. Bu baliq bilan Mozilni so'l sohillarida yetishtirilgan 76-yil sharobini ichgan ma'qul. U holda men Mozilni so'l sohillarida yetishtirilgan uzumdan 76-yilda tayyorlangan sharobni tavsiya qilaman. Nega endi? Negaki 74-yil Bargoniya uzumzorlarini kuchli do'l payxon qilgan. Yoshingiz nechada? Eslolmayman. Ko'rinishingiz yaxshi. Minnatdorman. Ma. Qoyil gap bilan tuzlading ularni. Senga bu yer yoqdimi? Qorong'iroq joy tanlagan bo'lardim. Ha, qorong'ilik. Bu xayolparastligingdan dalolat beradi. Menga ham qorong'ilik yoqadi. Shunda ro'parada o'tirgan har qanday erkakning qiyofasi o'zgacharoq ko'rinadi. Salobat kasb etadi. Bilasanmi? Nim qorong'i joyda bo'ynim uziluvday chirmab turgan mana bu galstukni yechib o'tardim. Nima uchun sen dilsiyonlik qilishga intilasan? Meni? Ha, senda. Axir buni ataylab qilmayotgandirsan. Ha? Bu ehtiyotkorligingdan. Hech bo'lmasa bir pas shundan xol bo'lishga urinib ko'r. Nega qo'limni ushlab turganingni ayta olasanmi? Bu meni tuyg'ularim belgisi. Nima yoqmayaptimi? Mayli, ushlayver. Taom olib kelishganda qo'yib yuborarsan. Yaxshi joylashdik. Liza! Kechirasan. Ha, albatta. Qayoqlarda qolib ketding? Anchadan beri qorangni ko'rsatmaysan. Sizni ko'rganimdan bag'oyat xursandman. Kelishgangina ekan. O'tirsan maylimi? Ko'zim uchib turgandi.
Demak, ruxsat. Avvalambor tanishib olsam degandim. Ismim Renata. Bilasanmi, Liza? Vittorio safsata sotib yuribdi. Uni gapiga qaraganda sen qishloqda tovuq va sigirlar orasida o'ralashib yurganmisan, shu rostmi? Ha, uni gapida jon bor. Kim o'ylabdi deysan? Seni ishga yollagan odam hoynahoy shumasmi? Xuddi shu. U holda hammasi ravshan. Bunday xo'jayinga ishchi topish mushkul bo'lmasa kerak. Uni munosib jihatlari ko'p ekan. Yelkador, chinakam erkaklarga xos qomat, nigohlari o'tkir. Davom etavering. Kelishgan erkak. Aytingchi, firmangizda menga mos yumushi yo'qmi? Afsuslanmasdingiz. O'zimdagi bor noyob xislatlarni namoyon etardim. O'zingni anoyi ko'rsat, Renata. Ha, qiz bola ranjiyaptimi? Demak, bu yerda bir gap bor. Eng oddiysi ishqiy sarguzashtlar bo'lishi mumkin. Men uchun bu naqadar muhim ekanini hatto tasavvur ham eta olmaysan. Hali shunaqami? U holda orzu umidlaring puchga chiqib qolmasin tag'in. Erkaklar bizni muammolarimizga befarqlik bilan ko'ngilxushlik qilishadi. Har xil ruhiy hislatlarimiz ularni zeriktirib, bizdan bezdirib qo'yishi mumkin. Va umuman sen erkaklar bilan muomalada yo'qsan. Ularning har bir xushomadini chin deb qabul qilish ham noto'g'ri. Negaki erkak va ayol munosabatlari hamisha kutilmagan hiyla nayranglardan iborat bo'ladi. Shoshiltirmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Hech bo'lmasa gazayni olib kelishsin. Nega to'xtaganing sababini bilsak bo'ladimi? 2 kundan beri atrofingda girdi kapalakman. Sen bilan ko'l bo'yiga tamaddi qilishga bordim. E'tiboringni qozonishga urindim. Bari bekormi? Eshit, men senga ko'nglimdagi sirimni ochay. Yonimda bo'lsang baxtiyorman, sen menga yoqasan. Buni nima sir ekan? Yoqqanda. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Tanigan bilganlarim ichida eng jirkanch, bema'nissan. Haddan ziyod o'zingga bino qo'yib, boshing aylanib qolgan. Qishloqdagilar ichida eng kekkaygan ahmoqsan. Yayov yurish joni diling. O'sha qishlog'ingga piyoda jo'naysan. Ha, piyoda. Tushunmadim. Mashinamni kaliti qayg'urga yo'qoldi. Ber. Kelib o'zing ol. Olaman ham. Sen nima deb o'ylovding? Hozirroq ber deyapman. Hali ham topmadingmi? Odam bo'lganingda qidirishib olgan bo'larding. Esimni yeymanmi? Bu suvlarda Heroda meditsinalistlar g'ij-g'ij. U nima degani? Odamga o'xshab tushuntirsang-chi. Qop-qoragina zuluklar, ular tanangga yopishib, qoningni so'rashadi. Tavba, birortasi to'xtay demaydi-ya. Buni nimasiga hayron bo'lasan? Axir sen menga ergashib olgansan. Yolg'iz bo'lganimda boshqa gap edi. Oldinroq o'tib olsam ekan. Yaxshisi shunday qila qol. Qimirlasang chaqir. Elo, nima qilib adashib yuribsan? Olib ketaymi? Ha, salom. O'tir. Rahmat. To'xtating, men qolib ketdim-ku. Shoshmanglar. Hay!
Ha, kulgili. Ishongim kelmaydi. Nimaga ishonging kelmayapti? Hech qachon vaqtimni bu qadar chog' o'tkazmagandim. Sen ham? Ehtimol, bilmadim. Xayrli tun. Xayrli tun. Elio, Ha, qalbingni rom etish uchun berilgan vaqt ham tugay deb qoldi. taassufdaman. Ertaga Bryusselga uchib ketasan. Ha, lekin kunning ikkinchi yarmida. Soat endi 10 bo'pti. Ixtiyoringda hali 18 soat bor. Unda mayli. Yaxshi dam ol. Xayrli tun. Halqaga yaqinroq bor, yana uzoqdan nishonga olyapsan. U juda mohir o'yinchi, bor umidimiz undan. Ko'rinib turibdi, oliy toifa. Ajirlikda ham tengi yo'q. Muhandis Vittorio Mascaloni telefonga. Ma'zur tuting. Qana yigitlar, hujumga. Meni unutmabsan-da, boshim ko'kka yetdi. Ha, qadring rosa bilindi. Seni sog'indim. Men ham. Meni tezroq olib ket. Yaxshi, hozirroq yo'lga tushaman. Ko'ngling joyida bo'lsin. Nima bilan mashg'ul bo'lganimni so'ramaysan ham? Yo'q. Qayerda va kim bilan bo'lganim ahamiyatsiz ekanda. Yo'q, mahbubam. Unda omon bo'l. Lekin azizam, eshitaman. Gapim chala qolib ketdi. Liza, sen qayerda va qanday yurganingga men befarq emasman. Endi shuni so'ramoqchi edim. Go'shayni qo'yib qo'yding. Xo'sh, o'tgan 2 kun ichida nima bilan band eding? Seni nima ishing bor men bilan? Yaxshisi hozirroq kelib meni olib ket. O'zim ham yo'lga chiqayotgan edim. Xayrli oqshom, yaxshimisiz? Xayrli kech. Jin ursa edi bu kunni.
Mami, jamadonimni tayyorlab ber. Yashil kostyumimni, ko'ylaklarim va ikkita to'r ko'ylagimni sol. Bryusselda salqin deyishadi. Zarur narsalaringni o'zing yig'ib olarsan. Bugundan boshlab men senga xizmat qilmayman. Shoshma, nega endi? Yana nega deydi-ya bu sho'rtumshuq? Sen bag'ri toshsan. Omading chopib turgandiga aql raso chiroyli ayolga yo'liqding-u uni qo'ldan chiqarding. Bunaqasi hayotda atigi bir martagina uchraydi. Shuni deb mendan yuz o'giryapsanmi? Ha? Senga o'xshagan kekkaygan, qaysar odamga xizmat qilish kimga ham yoqardi? Men atrofda xushnudlik, mehr oqibat bo'lsa, turmizaklar chopqillab yurishsa deyman. Qari soqqabosh. Ketsang katta ko'cha, sensiz ham kunim o'tadi. Ketib kuydiraman deyishadi-ya. Menga hech kim kerak emas. Ayollarsiz qaytaga yaxshi. Aslida o'sha ayol deganlarni bizga nima keragi bor? To'g'rimi? Kelamizga shundoq ham yaxshi. Hech kim sendan so'rayotgani yo'q, jo'na bu yerdan daf bo'l. Xotin bos. O'zlaricha ular meni tashlab ketishdi. Aslida men ularni tashladim. Al Italiya kompaniyasining 274 reysdagi samolyoti Brusselga uchib ketyapti. Barchani samolyotga chiqishini so'raymiz. 42-yo'lak. Al Italiya 274 samolyotga chiqishingizni so'raymiz. Kechirasiz. O'tib ketay. Uzr. Yaxshi, yaxshi. Hey, Cherila. Brusselda emasmiding? Seni Brusseldagi karamlaringga uylanyapsan deb o'ylagan edim. Basketbol bilan band edim. Qachondan beri? Xuddi shu ondan boshlab. Xo'sh, ishlarimiz qalay? Qanaqangi ish haqida so'rayapsan? Shuni bilmoqchi edim. Qiziqyapman-da. Qiziq bo'lganda qandoq 86-0 hisobida boy berib turganimizda nima yamdirdim? Bu nima, yomonmi? Bundan battari bo'lmaydi. Bu o'yin qanday o'ynaladi o'zi? Sharti shu, to'pni ana u savatga tushirish kerak. Shugina xolosmi?
Endi ishlarimiz qalay? So'raganing nimasi? Bundan zo'ri bo'lmaydi. Nega bo'lmas ekan? Oy! Kelasi yakshanba soat 11 da. Xo'sh, nima? Nikohdan o'tamiz. Tanishingmi, nima kerak o'zi unga? O'chir ovozingni. Kelishdikmi? Bekorlarni aytibsan. Oxirgi so'zingga tushunmay turibman. So'zingga so'zim yo'q. Nega? Eshitdingiz-ku, axir mahbubam sizni javobingizni berdi. Jim tur. Seni rad etayotganimni boisini bilasanmi? Chunki eng muhim haqida og'iz ochmading. Xo'sh, nima haqda? Meni sevishingni aytmading. Shundoq ham ayonku. Yo'q. Va hoziroq men shu so'zni eshitsam degandim. Guvohlar ko'plik qiladi. Hech qisi yo'q. Men Eshitmadim. sevaman. Qattiqroq. Men sevaman. Baralla. Sevaman. Yanada balandroq. Sevaman. Endi ijobiy javobing qanday bo'ladi? Ha, Nega kulyapsan? shiddat bilan o'tin yorishlaring esimga tushdi.
Hamma g'olalarni yorib tugatdim. Uch kundan so'ng. Qayerda to'xtagan edik? Negadir esimda yo'q. Unda boshqatdan boshlaymiz. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining kino markazida o'zbek tiliga o'girilgan. Sì e no, sì e no. Perché non ti decidi mai? Un po' ci sei, poi non ci sei. A volte poi non sei come vorrei. Un'altra volta sì e no. Sì e no. Perché non ci capiamo mai. Un po' ti dà, poi non ti dà. A volte sai, mi chiedo come fai. Perché sei una discesa che va in salita. Perché sei innamorato e incavolata vita. E con te io quando vinco perdo la partita. Perché sei, tanto si sa cosa sei. Cosa sei? Perché con me, perché con me non dormi mai. Un po' mi vuoi, ma sembra che la lite tu la vuoi.